deb ertalab ko'zim ochib, bugun qayerga bor ekan, parkga boraymi, pitsa yeyishga boraymi, jiyanlarimni olib deb tursam, oyijon qoqilmayapsiz kelinjon, uylarni yig'ishtiring dedilar. Xo'p bo'ladi oyijon dedim, lekin qarasam gazli dabdal bo'lib yotgan ekan. Qaranglar, gazlarni tozaladim, hamma joylarni uborka qildim, 1 tonnali pilesosimda hamma yo'llarni pilesos qilib chiqib, og'ir grunviy qimmatlattamda pollarni artib, shuna kirib xonam kiyinaman desam, xonam ham bir ahvol bo'lib, quyoshdan oyna tushib, zapal qilib, oynamning kirlari ko'rinib turgan ekan. Keyin oynalarimni artdim, shkoflarimni artdim, keyin pollarim ham chang bo'lib ketgan ekan, pollarimni artib chiqdim. Xullas xonamni top-toza qildim. Mana ko'rishinglar mumkin. Kuf-suf. Mana xonam ham top-toza bo'ldi. Endi ketaman desam, oyijon, zalni kim yig'ishtiradilar? Zallarni pilesos qilib, pollarni artib chiqib, endi xonamga kiraman desam, oyijon namoyish qilib, Muhammad yur, oyingga xalaqit bermaylik deb o'zlarini xonalarini bo'shatib, mana xonamga kirib olurdilar. Ha, bo'ldi, tushundim deb, sekin oyijonning eshiklaridan boshlab artib kirib, oynalarni artib, xonalarni pilesos qilib, tozalab chiqib, endi qo'l yuzimni yuvib oyog'ini beraman deb aytdim. Qatta rakayni vannalarim bir ahvol bo'lib yotgan ekan. Kafellarni yuvdim, vannalarni yuvdim, tozaladim, oppoq qildim. Hamma joylarni yig'ishtirdim. Oyijon 4 tomoningiz qibla kelin, borib aylanib kelavering dedilar. Hech qayerga borgim kelmay qoldi deb uyga kirib yotib oldim. Jahl qilib xonamda maza qilib oyog'imni ikkilatib, pashmi yeb, Sprite ichib, televizor ko'rib, Muhammadni uxlatib o'tirdim. Oyijon shuna kirib qoldi. Ha, kelin boshqa chiqdik bormaysizmi? Yo'q, oyijon bormayman desam, turing, ovqat harakatini qiling, kechga nima yeymiz? Dedilar. Xo'p dedim, yugurib boshqaning chiqdim-da. Sabzi, kartoshka, piyoz, go'sht, bolgarskiy, molgarskiy hammasini to'rab tashladim. Keyin chiqdilar-da, kelin, kechaga ovqatdan qolgan eski tomatni ishlating dedilar. Dumbayog'i ham qo'shing dedilar. Xo'p dedim-da, qovurma mastava qiling dedilar. Men shunaqa tushundim. Guruch qovurdim birinchi, bir bodroq qilib yuboraymi deb o'yladim. Instagramda podpischiklarim oldi ochko ishlayman. Pashmak qilgan bodroq nima bo'pti dedim-da, qo'y keyin zakaz tushmasin deb, ko'zingni qis deb mastava qilishni boshladim. Qizlar oyijon chiqib qolmasin deb ovqatimga 200 gram go'shtimga 200 gram go'sht sovardim. Chunki negativ yozadi. Ovqatingizga kam go'sht solasiz deb, dash ko'rib qolmasinlar deb, go'shtni chala qovurib, ketidan sabzini sovardim. Orasida go'shtli ko'rinmay ketsin deb degan ovoz eshitildi. Qo'rqqandan kartoshkani qanaqa sovorganimni bilmay qoldim. Pishmagan sabzini ustiga xullas amalladim. Ketidan zelenlarni, bolgarskiylarni soldim. Baribir ko'chaga chiqishdan umid qildim. Sababi hozir chiqmasam osh damlatarlar deb o'yladim. Endi nima solardi deb o'ylanib tursam, eski tomatni ishlatib yuborgin degan gaplar qulog'imga oldi, jarangladi. Hozir bu tomatni solmasdan yangisini solsam, o'rniga o'zimni solib, ovqatni qizartirarlar deb tomatni solib qo'yib yubora qoldim. Ketidan chesnok, zelen hammasini soldim. Instagram uchun video olyapmanmi? Shirin bo'lsa ham yeyishadi, bemiz bo'lsa ham yeyishadi dedim-da, yaxshilab qo'rib tashladim. Voy, ular nima solish esimdan chiqib qoldi desam, tuz solish esimdan chiqib qolibdi. Mazasi ish qilib o'tsin deb shunda aralashtirib ko'chaga chiqishga shoshib ketganimdan dash suvni ham qaynatib qo'ydim. Muzdek suvni qaynashini kutib o'tiraman deb shunda qo'ydimda teginni baland qilib shaqillatib qaynatib, kartoshkalar pishishini kutdim. Kartoshkasi pishdimi ekan deb endi ko'ryaptim. Oyijon chiqib bu joyga ketsam dedilar. Bugun bir makaron qilay deb magazinga chiqib makaron olib keldim, chunki biz uyda makaron zapasi turmaydi. Har doim makaron qilaman deb bo'tqa qilib qo'yaman. O'shaning uchun qaynanam, "Lutchi qilmay qo'ya qoling kelinjon" dedilar. Xo'p, qozonga go'sht soldim, ketidan piyozni soldim, ketidan sabzini soldim va sabzini o'lishini kutdim-da 5 minutga dimlab qo'ydim. Qozonni ochsam, sabzi ham o'lib qolibdi. Haqiga ozgina duo qilib qo'ymayman dedim-da, ilohim joy jannatan bo'lsin deb, ozgina siqilib ham qo'ydim. Xo'p, ketidan kartoshkalarimni soldim. Undan keyin zelen pellarni solib, yaxshilab qovurdim. Qozonimni yaxshilab kovlab, ovqat qilishni davom etdim. Makaronimni hammasini sovoraveraman. Baribir o'xshamasa, keyingi safar baribir makaron qildirishmaydi, uvol bo'lib qoladi dedim-da, suv solib dimlab qo'ydim. Orada qo'llarimni o'ynatib, salatam qilib qo'ydim. Erim bilan qaynonamga obedlarni berdim. Ovqatlarni bo'lishgandan keyin idishlarni yuvdim. Birinchi qilgan ishim bu Sevalani profiliga kirib, cho'rniga tiqish bo'ldi. Nimaga deysizlarmi? Chunki bu qiz har doim profillariga tekinga mazali, hech narsani bekitmaydigan retseptlarni qo'yib boradi. Har doim shu qizdan ko'rib nimadir pishirsam, обязательно uydagilar повтор qildirishadi. Mana bir paket makaron ham yetib keldi.